Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun oiladagi raqamli odob haqida gaplashamiz. Ekran ortidagi mehr. Bir uyda yashaymiz, bir dasturxonda o'tiramiz, lekin xayolimiz minglab kilometr uzoqdagi layklar va begonalarning hayoti bilan band. Sizga tanish holatmi? Globallashuv bizga dunyoni yaqin qildi, lekin yonimizdagi jigarlarimizni uzoqlashtirib qo'ymadimi? Bugun biz raqamli odob haqida gaplashamiz. Telefonni qanday ishlatish emas, telefon bor joyda inson bo'lib qolish haqida. Dasturxon muqaddas hudud. Milliy qadriyatlarimizda dasturxon atrofida o'tirish bu shunchaki ovqatlanish emas. Bu jonli muloqot va duo marosimidir. Raqamli odob qoidasi. Dasturxonga telefon bilan kelish uy egasiga va taomga nisbatan hurmatsizlikdir. Uyda telefonsiz hudud e'lon qiling. Ovqat paytida telefonlar boshqa xonada qolsin. Bir-biringizning ko'zingizga qarab gaplashish eng katta ma'naviy ozuqadir. Bolangiz nima ko'ryapti? Biz bolalarimizga telefon o'ynama deb dashnom beramiz, lekin o'zimiz qo'limizdan qo'ymaymiz. Bola qulog'i bilan emas, ko'zi bilan tarbiyalanadi. Agar siz uyga kelganda farzandlaringizni emas, ijtimoiy tarmoqdagi yangiliklarni birinchi bo'lib tekshirsangiz, bolada men telefondan ko'ra muhim emas ekanman degan tuyg'u shakllanadi. Raqamli odob bu farzand oldida gadjetdan foydalanishni cheklashdir. Boshqalarning filtrlangan baxtiga havas qilib, o'z baxtimizni qadrlashni unutyapmiz. Oiladagi gap so'zlar telefon orqali ko'chaga chiqmasligi kerak. Oilangizning ichki sirlari, taomlaringizni yoki kichik ko'ngilsizliklarni storiesga chiqarish bu milliy hayo va odobga ziddir. Baxt sukutda yashaydi. Raqamli odob bu shaxsiy hayot chegaralarini virtual olamdan himoya qilish demakdir. Mehr oqibatni onlayn tiklash. Keling, texnologiyalardan qurol sifatida foydalanaylik. Texnologiya yomon emas. Uni ishlatish madaniyatimizni yanada yaxshilaylik. Kuniga kamida bitta yaqinlaringizga, xolangiz, ammangiz yoki ustozingizga shunchaki sizni esladim, borligingiz uchun rahmat deb xabar yozing. Ijtimoiy tarmoqlarni g'iybat uchun emas, sizni sog'inganlar bilan bog'lanish uchun ishlating. Bu raqamli davrning siylai rahmidir. Xulosa, eng muhim tugma. Do'stlar, telefondagi eng muhim tugma bu o'chirish tugmasidir. Uni vaqtida bosib, yoningizdagi insonga tabassum qilish bugungi kunning eng katta ibratidir. Esingizda bo'lsin. Sizni layklaringiz va prosmotrlaringiz vaqtincha, lekin oilangizning mehri abadiydir. Bugunoq uyga borganda telefonni bir chetga qo'ying va yaqinlaringizni bag'ringizga bosing. Bu videoni oilaviy guruhlaringizga, qarindoshlarga, do'stlarga yuboring. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling.
E'tiboringiz uchun rahmat.